Assalomu alaykum. Men Muqayyat Abdurasulova. Ustozim Munira Safarovaning professional psixologlarni tayyorlash kursida o'qib chiqdim. Ushbu kurs hayotimda 180 gradus deya olmayman, 360 gradusga meni o'zgartirgan kurs hisoblanadi. Bundan oldin ustozni atiga 3 ta kursda o'qib chiqqanman. Natijalar bo'lgan, albatta. Eng katta natijam o'sha psixologiyaga kirib kelganimdan ustozni prof kursiga kirganim bo'ldi. Ya'ni ushbu kursda men qanday o'zgarganman? O'qishdan chetlashtirilib ketayotgan joyimda oddiygina ustozni bitta praktikasi orqali o'qishimni tiklay olgan inson hisoblanaman. Bundan tashqari ustozni prof kursiga kirib, o'zimni hayotimni Jabrdiyda obrazidan hamma aybdor, bitta men aybsiz holatlarimdan, o'zimdagi aybdorlik hislarim, pulsizlik holatlarim, sog'lomsizlik holatlarim hammasini mana shu kurs davomida men ishlab chiqarganman. Ya'ni qanday desam, ushbu kursda ustozim Munira Safarova har bitta vazifani o'zi o'tib, berilgan vazifalarni nuqta virgullarigacha tushuntirib, bundan tashqari o'zi vazifalarni tekshirgan holatlarida hozir hamma 2 degan jarayonlarida oddiygina ongimizdagi qabul qilishlar orqali qanday ustoz 2 qo'ymasin, ko'pchilikni ichida gap eshitamiz degan holatlar bo'lmasligi uchun ham o'sha oddiygina 2 qo'yaman so'z orqali men olmaslikka harakat qilib, kurs davomida o'zim ustimda ishlab, o'zimni holatlarim bo'yicha ishlab, o'qishimni tikladim. Bundan tashqari orzuni maqsadga aylantirib olishni o'rgandim. Orzu deganda qanday? Men o'zim orzu qilardim qanday? O'zim bittagina ofisim bo'lsa, ishlab ofis bo'lsa, ushbu ofisda kompyuterim bo'lsa, ana shu kompyuterda o'zimni yoqtirgan soham, kompyuter yo'nalishida o'z faoliyatimni olib borsam degan orzu qilardim. Ustoz ushbu orzuni maqsadga aylantirgan holatda shunday o'rgatdilarki, hozirgi kunda meni nafaqat bitta kompyuterim, balki 16 ta kompyuterim bor. O'zimdan tashqari 16 ta kompyuter. Ya'ni o'zim xohlagan yo'nalishda, o'zim xohlagan sohada o'qituvchi bo'ldim. Pulsizlik daromadlarimdan, sog'lomsizlik holatlarimdan, munosabatlar yaxshi emas holatlarimdan ustozning prof kursida men bemalol natijaga chiqa oldim. Eng xursand bo'larli tarafi nimada? Atrofimda menga o'xshab Jabrdiyda hamma aybdor, bitta men